Halol nasiya savdo ochilgan, shunaqami? Shunaqa aka, 1 yildan 3 yilgacha halol nasiya mutlaqo befoiz ochilgan. Narxi qancha buni? Narxi bepul test drive xizmatimiz bor. Istalgan mashinasini kelib, registratsiya qildirib, haydab ko'rsalar bo'ladi. Ataga 15 foiz, ya'ni $3250 bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Va halol nasiya mutlaqo foizsiz xohlaydigan insonlarga ham halol rassrochga qilib beramiz. Zapchast bozor yonidagi Haval ADM Asterda bunaqa rangi bor kamera. Xuddi shunaqa 540 gradus kamera mavjud, ya'ni ketayotganingizda mashinaning tagida tosh bormi, biror narsa bormi, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Atigi $3250 bilan siz Haval Julionni hozirning o'zida olib ketishingiz mumkin ekan. Assalomu alaykum do'stlar. Biz Haval avtosalondamiz. Hozirda Haval avtosalonida avtokreditga va halol nasiya savdoga mashinalar sotuvi boshlangan. Xohlasangiz Havaldangi, xohlasangiz Haval M6, H6 barcha modellarni kelib bir kunning o'zida bitta pasport evaziga olib ketishingiz mumkin. Xohlasangiz naqdga olib keting. Hozirgi videomizda sizlarga narxlari, barcha ma'lumotlarini birma-bir aytamiz. Avtokreditga nech pul bilan chiqadi, umuman mashinaning o'zi nech pulligini ham barchasini aytamiz do'stlar. Biz Haval ADM Aster avtosalondamiz. Bu yangi ariq Zapchast bozori yonidagi avtosalon bo'ladi. Barcha ma'lumotlar video davomida bo'ladi. Like bosamiz, boshladik. Avtomobillar narxi bilan bizni hozir G'anishir tanishtirib o'tadilar. Tanishtir, yaxshimisiz? Sotuv menejeri bo'ladilar. ADM Aster Haval avtosalonda. Navbat sizga. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz sizni hozir avtosalonimizdagi barcha mashinalarning narxlari bilan va shartlari bilan tanishib o'tamiz. Halol nasiya savdo ochilgan, shunaqami? Shunaqa aka, 1 yildan 3 yilgacha halol nasiya mutlaqo befoiz ochilgan. Ya'ni siz 1 yildan 3 yilgacha halol nasiya savdoga Haval avtomobillarini olishingiz mumkin. Xo'p, hozirda qiziqish bo'layotgan mashinalardan boshlaymiz, shunaqami? Masalan, Haval Julion. Haval Julion komplektatsiyasi aka, buni ataga kreditga chiqarmoqchi bo'lsa, ataga 15%, ya'ni $3250 bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Va halol nasiya mutlaqo foizsiz xohlaydigan insonlarga ham halol rassrochga qilib beramiz. Halol nasiyaga ya'ni. Ana endi halol nasiya savdoga ham olsak bo'ladi. Shunaqa. Agar avtokreditga oladigan bo'lsak, o'sha $3250 boshlang'ich to'lov $3250 bilan olib chiqib ketsa ham bo'ladi. Puli yetmagandan keyin. Tak. Oylik to'lovlari, barcha ma'lumotlari bu qancha yilga olishi, nimaga olishiga qarab, shunga qarab bo'ladi. Batafsil ma'lumotlar yana pastdagi nomerlarda bo'ladi. Xuddi shunday va kreditga chiqarayotganda so'rashi mumkin, $3250 bilan kam pul bilan o'shani olib chiqqandan keyin qo'shimcha pullar bo'lmaydi. Bo'lish ehtimoli bor. Страховка to'laydi, ya'ni sug'urta nimasini to'lab beradi pulini. Bu qancha muddatga olishiga qarab aytiladi. Xuddi shunaqa. Shunday ekan do'stlar, pastda nomerlar qoldiraman. Xohlagan savolingizni bemalol telefon qilib aytishingiz mumkin. Masalan, kimlar bordir 50% ni berar, kimdir masalan kamrog'ini berib bo'lar. Mana shularni telefon qilib so'rasangiz bo'ladi. Ana endi Haval Julion haqida ma'lumot beramiz, Anishir. Haval Julion komplektatsiyamiz ko'rib turganingizdek, 1.5 turbina motor, 143 ta ot kuchi. 1.5 turbinadan MPI motori bo'ladi, ya'ni o'sha gaz bilan benzin aralashtirmasdan yoqadi. Shu plus tomonlari juda ham yaxshi. Keyin ko'rib o'tadigan bo'lsak, svetodiodni farasi kechqurun tunda yoritganda ko'zni og'ritmaydi. Bu restyling varianti bo'lyapti hozir, shunaqami? Xuddi shunaqa aka. Ya'ni bu oxirgi chiqqanlardan bundan oldingisini reshotkalarida farqi bor-da, ya'ni nimasidir orqada o'zgargan joylari bor. To'g'ri, restyling variantida shunaqa yonchasiga chiqadi, hozir tekst dizaynda chiqargan. Xo'p, rasxodi qancha buni? Qancha? Rasxodi ataga 8 litr o'rtacha, dalniy yo'llarga yuradigan akalarimiz bo'lsa 6 litrgacha rasxod qiladi. Shahar ichiga keladigan bo'lsak 9 litr rasxod qiladi. Xo'p, yon tomonga o'tamiz. Xo'p, diskalarni ko'ryapmiz. 18 lik quyma diskalar. Bu barcha komplektatsiyalarda bir xilmi yoki o'zgarib turadimi? Bu barcha komplektatsiyada bir xil bo'ladi aka. Birinchi, ikkinchi va uchinchi komplektatsiyalarda ham xumka original balon bo'ladi.
Bunga menimcha sakadiska biron tuning qilish ham kerak yo'q deb o'ylayman. Mashinani olgandan keyin faqat buni ish kerak. 360 gradus kamerami yoki 540 midi bular? Bularda 360 gradus kamera bo'ladi va 4 ta sijeniya obogreflari bo'ladi. Aha. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismini ham bemalol ko'rsa bo'ladi. Kojina chiqollar. Abdus obogref sidenlar bor, shunaqami? Shunaqa беспроводной zaryadka va shaybalik robotizirovaniy mokrotsep korobka. Xo'p, monitorlar bor. Hozir u tomondan bir ko'rsatib o'tamiz. Elektron regirovka sidenlari bor mashinaning aytgancha. Bemalol xohlagan nimangizga moslashtirib olishingiz mumkin. Xo'p, mashinamizning orqasi bunday oilaviy avtomobil hisoblanadi Julion. Shunaqami? Shunaqa bemalol ketayotganda orqada yosh bolalarimiz ketishi mumkin. Yoshi katta odamlar ketganda ham sijeniya obogref knopkalari eshikda. Hech qanday noqulayliksiz o'ziga kerakli darajada temperaturani to'g'rilab olsalar bo'ladi. Va qo'shimcha ikkita USB port bor, ya'ni telefonni bemalol zaryad qilib ketishga yordam beradi. Orqasiga keladigan bo'lsak, aka chiroyli spoiler qo'yilgan. Sportivniy. Orqa bagajga keladigan bo'lsak, aka bemalol bu yerga biron nima qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni dokumentatsiya yoki shunga o'xshagan narsalar. Mashinani kuzoviga, elektrojihoziga va motoriga 1,5 kun yoki 5 yil garantiya beramiz. Agar bordik o'zimizda propan установка qiladigan bo'lsalar, propanga ham 1,5 kun yoki 5 yil garantiya beramiz. Ha, aytgancha, propan ham qo'ysak bo'ladi mashinaga. Shunaqa. Propanni ham shu yerda birdan установка qilib beramiz. Ustoga qilib beramiz. Ya'ni propan qo'ysak garantiya buzilmaydimi? Garantiya buzilmaydi. O'zimizda agar qo'ydiradigan bo'lsa bordi-yu. Aha. Ko'plar so'rashadi, o'sha mashinaning tan narxida bo'ladimi propanni? Bu propanga qo'shimcha pul to'lanadi. To'lanadi. Shuna, lekin garantiyada sifatli gaz bilan qo'yiladi. Sinovdan o'tgan anchasi. Ya'ni o'zlarining servislarida shu, masalan, shu ish bilan shug'ullanib yurganlar qo'yishadi. Imенно shu havolga qo'yib yurganlar qo'ysa agar menimcha yaxshiroq. Ham garantiya buzilmaydi, ham siz aytgandek chiroyli qilib berishadi. Mashinamizning orqasi zadniy stollar LED bu yerda chiroyli tarzda ishlangan. Va partoning datchiklari. Orqani o'zida 6 ta partoning datchik va oldi qismida ham 6 ta partoning datchiki. Общий 12 ta partoning datchiki. Bu nima sababdan bizga kerak? Haydashni endi o'rganayotgan akalarimiz, misol, ayol kishi haydasa ham bemalol haydab ketadi. Polasa udержания bor. Yo'lda mashina ketayotganda hech qanday bir qiyinchiliksiz mashinani haydash imkoniyatini beradi. Avtoparkovka bor. O'zini-o'zi parkovka qiladi. Xo'p, mana bu yerdan bitta shofyor tomonini ko'rsatib o'ramiz. Xo'p. Mana shofyor tomon. Mashinaga o'tirish juda qulay. Tablolarimiz ham polniy LED nima ekan, monitor ekan, displey. Shunaqa aka. Cruise control, piston, elektron ruchnik, shaybali skorslar, xullas panorama tom bor aytgancha. 12 dyuymlik monitor va head-up display eng kerakli narsa. Plus tomoni laboydan necha tezlik ketyapsiz, yo'lda qanaqa belgi bor, hammasini laboyning o'ziga, ya'ni yo'ldan chalg'imagan holatda sizga ko'rsatib turadi. O'sha holatda va keyin sog'lig'ingiz tufayli qanaqadir muammo bo'lib, balkim rulda uxlab qolish ehtimolingiz bo'lib, uxlab qolgan taqdiringizda ham mashina 3 marta signal chalib sizni uyg'otishga harakat qiladi. Bordi-yu reaksiya bildirmasangiz, avariyankani yoqib, o'zi avtomatik tarzda to'xtaydi. O'zi to'xtaydi. O'zi to'xtaydi. Charchab uxlab qolganingizda ham bo'lmasa o'zi to'xtar ekan. Nechta xil rangi bor buni? Buni 4 xil rangi bor aka. Oq, mana bu qorasi, mana qorasi ham juda chiroyli do'stlar. Yashil va ko'k rang. Narxi qancha buni? Narxi 279,900 dan boshlanadi. Boshlanadi. Bu yog'i 330 million bilan tugaydi. Komplektatsiyasiga qarab farq qiladi. Shunaqa. Xo'p, eng ko'p so'ralayotgan avtomobillardan biri Haval Julion va M6 ga juda qiziqish katta, chunki mashina juda katta, 5 kishilik, narxi gavdasiga qaraganda juda arzon, shunaqami? Shunaqa aka. Xo'p, bu avtomobilni avtokreditga necha pulga olsak bo'ladi? Buni avtokreditga atigi $2800 bilan chiqarib ketsa bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa, sug'urta puli alohida to'lanadi. Bank xodimlari tomonidan. $2800 bersak, mashinani beraveradi. Shunaqa, mashinani olib chiqib ketadi. Halol nasiya savdo ham bor. Halol nasiya savdosi ham bor. Halol nasiya savdo so'raganlar ayni joyni topdingiz, telefon qilasizlar, batafsil ma'lumot berishadi. Xo'p, mashinamiz haqida ma'lumot beramiz. Mashinamiz ham buniki ham 1,5 turbina MPI motor, bunda ham 143 ta ot kuchi. Oldi Macpherson ходовой sistemasi bu. Xo'p. Oldi ham ko'rib turganingizdek chiroyli oblisovkalari. O'sha chiroyli shotkalar qilingan. LED faralar. Bu ham shu liniyaga moslashtirilgan. Kechqurun ko'zni ham og'ritmaydi, unchalik yorug' yoritmaydi.
bir xil tekislikda uradi. Shuningdek, eshigimizda beskuchov do'stuplari bor. Xo'p, bu tomondan kelamiz mana. Beskuchov do'stib. Bu tonirovka bo'lganmi o'zi? Bu tonirovka bo'lgan, showroomga o'sha reklamaga Aha. tonirovka qilingan. Buni ko'rsatib bo'ladi. Bularga ham gaz qo'ysak bo'ladi. Shunaqa garajdan chiqmagan holda bo'ladi. Bitta salon ishini ko'rsataveramiz. Mana bu salon ishi do'stlar. Xo'p, mashinaning narxini hozir aytamiz. Mashinaning narxi Goldasiga qaraganda ancha arzon chiqadi. Xo'p. Bu yerda ham cruise control bor, shunaqami? Bunda ham cruise control bor aka. Shuningdek, roli chisti charmdan, ya'ni kojadan qilingan. O'zi birdaniga bo'linadi. O'shaganingizda lipustok orqali o'sha mexanический управление qilsangiz bo'ladi. Ha, bular. Va 3 xil rejimda bo'ladi. Sport, ekonom, standart rejimlarida. Avtomat korobka, Oldida ikkita siniya обогрев, lyuk. lyuki bor. 5 kishilik mashina bu. 5 kishilik mashina, ha. 5 kishilik mashina bo'lishiga qaramasdan orqa bagaji ancha keng. 17 lik Passajirlar uchun joyni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Bemalol uzoq yo'llarga borishga ham juda qulay. Narxi ham arzonatgacha. Birdan narxini aytib o'taylik. narxi 249 million 900 dan boshlanadi Aha. va 279 million 900 bilan tugaydi. Bu degani 23 ming bo'lyaptimi? Dollarda Dollarda primyerni shunaqalar atrofida bo'ladi. 22 mingdan atrofida bo'ladi. 22 minglar atrofidagi mashina. Gavdasini qarang qancha katta. Xo'p, mana bagajnik. Orqa bagaji 808 litr sig'adi. Tomon ko'rsatib bo'ladi. Bunda ham o'zining запасной ballon turibdi va ключlari, damkratlari. Bunda ham xuddi shunaqa propan uстановка qilib beramiz. Ularga qo'ydiraman desalar. Garantiyani chiqmagan holda bo'ladi. Xohlasalar mana u sterkalarni yotqizib, bagajni katta qilsak bo'ladi. Katta qilsa bo'ladi. 1700 litrgacha sig'adi. Har xil vaziyat bo'ladi. Bir xillar magaziniga biron nima olib ketish mumkin. Bir xillar ko'chada domdan hovliga, hovlidan yo'qqa Ko'chishiga bo'lsa ham. ko'chishga bo'lsa ham mayda mebellarni yoki shunga o'xshagan bir gilamlarni ortib bemalol ketsa bo'ladi. Xo'p, mana bagajni yopamiz. Mana mashinamiz orqasi, zadniy stollarimiz splashno ketgan ekan. Bu gabaritda yonadimi bular? Gabaritda o'rta tomoni yonmaydi, ikki tomoni yonadi. No, o'rtasini ham qilib beramiz. Orqa kamerasi va partonik datchiklari ko'rib turganingizdek. Aha, orqada haydashda udobni bo'lishi uchun. Shunaqa qilib. Bu yerda ham 300 olmishmi yo oldi orqami faqat? Faqat orqa kamerasi bor aka. Ko'rib turganingizdek, radiantana va 17 lik qalin yumshoq ballonimiz qo'yilgan. Olgandan keyin ko'plar so'raydi, buni ham birdan almashtiramizmi? Yo'q, buni almashtirish kerak yo'q. Balloni birdan yumshoq keladi. Yumshoq keladi 17 lik. Quyma diskalar. Xo'p, nech puldan nech pulgacha dedik? 249 million 900 dan boshlanadi. Haval avtomobillarining eng arzoni mana shu mashina hisoblanadi. Buni kattaligini bitta qarang-da. Deyarli mana bo'yinga teng. Juda baland mashina. Yana bemalol kelib o'zlari test drive qilib ko'rsalar bo'ladi, shunaqami? Xuddi shunday ertalab 9 dan kechki soat 6 gacha bepul test drive xizmatimiz bor. Istalgan mashinasini kelib, registratsiya qildirib, haydab ko'rsalar bo'ladi. Albatta. Test drive xizmati bor. Pravani olib kelsalar bo'ladi, shunaqami? Pravani olib kelsa bo'ldi o'zi bilan, ha. Avtokreditga olish uchun nima kerak? Avtokreditga olish uchun o'zini pasporti talab etiladi va turmush o'rtog'ining pasporti va ZAKS qog'ozi talab etiladi. Keyin avtosalonni adresini bitta aytib o'tamiz. Avtosalon adresi Yangiariq, Yangi Zapchast bozori yonida, nomer avtosalon. Haval. Haval. Haval ADM Aster. Ya'ni Zapchast bozorining yoniga kelsangiz agar, o'zi bitta o'zimizning Haval avtosalon bor. Shunaqa. Bemalol kelib, test drive kelib, xohlasalar tomosha qilib ketsalar ham bo'ladi, tomosha qilish bepul. Tomosha qilish shunaqa akajon. Kelasizlar, kirasizlar, masalan, menejerlar kelishadi, xohlagan savolingizni berasiz, mashinangiz o'tirib ko'rib, bir xohlasangiz haydab ko'rib ham yo'qsa agar albatta olasiz. Xo'p, bu mashinamiz qanaqa edi? H6 komplektatsiyamiz aka, ko'rib turganingizdek, bu 1.5 turbina motor, GDI motor bo'ladi, o'sha bunda 150 ta o't kuchi bo'ladi. O'rtacha rasxodi 8 litrni tashkil qiladi, dalniga 6 litr, shahar ichida 9-10 litr rasxod qiladi. Bunga ham gaz qo'ysak bo'ladi. Bunga ham gaz qo'ysa bo'ladi. Bunga ham havolanasiya savdo olsak bo'ladi. Xuddi shunaqa. Barcha. Avtokredit qilamiz desak, qancha bo'ladi? Avtokredit qilsa $3700 atrofida chiqadi hozir. 3700 atrofida. Rangi bordoviy ekan-a, buni boshqa ranglari ham bormi? Buni boshqa ranglari ham bor. Da, bu bordoviy ranglari где-то 1000 tadan bitta bo'lib chiqadi, har kimda ham bo'lmaydi. Ya'ni ayollarga yoki bordoviy rang kimga yoqsa agar kelaverasizlar, Zapchast bozor yonidagi Haval ADM Asterda bunaqa rangi bor. Buni ham rishotkalarni juda chiroyli qilishgan.
Xo'p, bunda 540 gradus manimcha kamera. Xuddi shunaqa 540 gradus kamera mavjud, ya'ni ketayotganingizda mashinani tagida tosh bormi, biror narsa bormi, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Avtoparkovka bor. Avtoparkovka o'zini-o'zi parkovka qilish nalari bor. Aha. Xo'p, bunda ham o'sha unaqa sistema bor. Masalan, uxlab qolgan paytda, charchagan paytda mashinani o'zi avariyankani yoqib to'xtaydi. Shunaqa rejim водитель ustaligi bunda ham bor. Linzali farlar. Linzali farlarda bir xil tekislikda uradi bu ham. Hech ham ko'zni og'ritmaydi va tumanni, quyuq tumanlarda ham tumaniga ancha yoritadi. Salonni ichini bitta ko'rsatib o'ramiz. Bardoviy salonda ekan. Bardoviy salon qilingan, ha? Yo'q, ana bardoviy rangi bardoviy salonmi yoki boshqa bardoviy salonlar ham bormi? Boshqa ranglar. Boshqa ranglarni ham tanlasa bo'ladilar. Xohlasa jigarrang salon qilib beramiz yoki qora rangda. Klientning xohishiga qarab. Bunga albatta qo'shimcha pul bo'lmaydi. Salon rangini xohlagandek tanlasa bo'ladi. Ustiga qora rangmi, oq rang tanlasa ham qo'shimcha pul bo'lmaydi. Salonni ishini tanlasak bo'ladi, xolos. Bo'ladi. Xo'p, multirul, lepistok bilan boshqarsa bo'ladigan nima funksiyasi bor ekan. Shuningdek, besprovodniy zaryadkasi bor, sizlar ko'rib turganingizdek. Va uzun parkovka qilish knopkalari. Avtoparkovka. Avtoparkovka, bunda ham head-up display mavjud. Head-up display mana bu yerda bo'ladi. Bilsangiz agar necha ketayotganingizni o'yinda ko'rsatib turadi. Graduslar, o'sha znaklarni buradan aytib ketadi. Shunaqa. Xo'p, cruise control, auto hold, climate control, mana bu yerda avariyanka, konditsioner knopkalari bo'ladi. 9 zonli klimat kontrol ham bo'ladi. Bu 9 zonli klimat kontrolning plus tomoni shundaki, siz bu yerda o'tirganingizda yoningizdagi sherigingiz o'ziga konditsioner haydab, siz o'ziga pechka haydaydigan qilsangiz bo'ladi. Ya'ni deflektordan yoningizdagi odam sovqotayotgan bo'lsa agar, mana bu apshikalarida bo'lsa marhamat. Apshikalar ham juda yaxshi ko'rjadan ishlangan ekan. O'rtasi yumshoq aka ko'rjadan qilingan, zona nima bo'lgani uchun. Yuqori qattiq ko'rjadan qilingan. Zona risk bo'lgani hisoblanadi. Qarang, bu hamma paysalarda mana bunaqa noshkalar bo'ladimi? Yo'q, hammasida ham bo'lmaydi aka. Bu endi showroomga, ya'ni klientga ko'rsatish uchun parok bilan qanaqa turgan holatda qo'yib qo'yganmiz. Agar bordik klient foydalanaman desa, qo'yib beramiz. Qancha masalan, mana bu chuqurga tushdik yoki biron salgina bamperni tekkizib oldikda, zapchastlarni qayerdan topsak bo'ladi buni? Zapchastlar albatta o'zimizda bor aka. Zapchastdan muammo yo'q. Problem bo'lmaydi, ha? Ertaga mashina olgandan keyin zapchast qidirib yurmaymiz. Yo'q. O'zingiz servisda bor, o'zingizda olsak bo'ladi. Xuddi shunaqa aka. O'zimizda muammolar ham bo'lgan, klientimiz zo'r bo'lganda jiddiy sal qattiqroq urib olgan ekan. Uzoq bir hafta yoki 3 kundan ichida qilib berdik mashinani. Hamma zapchastlar topildi. Zapchastda muammo bo'lmadi. Xo'p, mashinamiz orqasi. Elektron Nima bagaj. ekan bu yer? Aha. 12 yonadi. Elektron bagaj. Elektron bagaj. Propan qo'yilgan bo'ladi. Bu yerda zapaska damkatlar. Va ko'rishlari bilan birga. Xo'p. Bu nima edi? Bu va yuk qo'yish uchunmi? Shtorkasini tortib bemalol 3 kilogacha ko'taradi. Shtorkasi ham. Buni ham sliderkasini yotqizib, bagajni katta qilsak bo'ladi. Shunaqami? Shunaqa aka. Bemalol maqsad bo'ladi. Yana plus tomoni yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa, bagaj qisib qolmaydi. Ya'ni tushayotganda uni ilinib qolsa agar, o'zi qaytaradi. Mashinasi yaxshi ekan. Xo'p, mana endi orqa tomoni, zadniy stollarimiz o'chiruvli ishlashgan bu yerda ham. Splashnoy menimcha LED yonadi bu yerda, qoshlari. Splashnoy yonadi. Xuddi shunaqa. Bu yerda ham orqa tomonda menimcha partonik datchiklar soni ko'p. Ko'rib turganingizdek 540 gradusli kamera bu yerda, 360 do'stlar. Ya'ni bu siz mashinani tagigacha ko'ra olasiz. Buni albatta kelib test drive qilganda to'liq ko'rsatamiz, ha, shunaqa. Bemalol haydab ko'rsalar orqa tomoni. Ya'ni ko'pincha oilamiz bilan yurganda orqa ham udobni bo'lishi kerak o'tirishga. Hozir keling, birdan o'tiramiz. Bemalol o'tirib ketsak bo'ladi. Panorama tom bor aytgancha bu yerda. Bemalol panoramani ochib, ana yomg'ir yoqqan paytda tomosha qilib ketaverasiz. Xo'p. Buni narxi nech pul? Qancha? Buni narxi 324 million 900 dan boshlanadi aka. Hozirda bu komplektatsiyamizning narxi 370 million. 370 millionlik.
xohlasalar komplektatsiyasiga qarab narxi o'zgarib turadi. Shunaqa aka. Eng kami 3700 dollar bilan avtokreditga olsak bo'ladi. Shunday aka. Chiqarib beramiz. Halol nasiya savdo bo'lar aytgancha. Manzil yana bir marta aytamiz, Samarqand, Yangiariq, yangi zapchast bozorini yonida joylashgan. Biz hozir avtosalonda ichkarisidamiz. Tashqarida mana mashinalarimiz turibdi. Qamshir aka, 12 ta viloyat bo'yicha biza bemalol xizmat ko'rsatamiz, shunaqami? Shunaqa viloyatdan kelgan odamlarga ham bemalol xizmat ko'rsatamiz. Xohlagan mashinasini o'sha bir kunda haydab chiqib ketishadi. Ya'ni bitta pasport bilan kelsalar, Shunaqa endi qarabda agar bordi u kishi bo'ydoq bo'ladigan bo'lsa, bitta pasport evaziga ham berib yuboramiz. avtokreditga. Avtokreditga. Naqdga olsalar bitta pasport bo'ladi. Shunaqa agar bordi uylangan yoki bir xotini borib yoki nima bo'ladigan bo'lsa, nikoh qog'ozi, er xotin pasporti kerak bo'ladi. Olib chiqib ketish uchun. Xo'p, mana shunaqa ustiga bandikchalarni qo'yib, chiroyli qilib berib yuboramiz, xudo xolasa. Nasib o'zagi. Kelaverasizlar, bemalol o'sha qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar test drive xizmati bor bizada. Bepul ertalab 9 dan kecha soat 6 gacha. 12 ta viloyatni qayerdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, xo'p, bemalol kelishsa test drive xizmati ham bor. Telefon qilinglar, barcha ma'lumotlarni berishadi do'stlar. Xohlagan savolingizni bersangiz agar G'anisherning o'zlari yoki masalan bu yerdagi menejerlar sizga xizmat ko'rsatishadi. Bu eng katta mashinalarimizdan biri. Havoldar Dargo. Shunaqaki, buni ikki xil komplektatsiyada bo'ladi. Buni Prestige komplektatsiyasini ataga 4600 dollar bilan kreditga olib chiqib ketsa bo'ladi. Agar borda o'ziga mashina yoqsa, ertaroq olib chiqish imkoniyati bor 4600 dollarga. 4600 dollarga mana shu katta mashinani berishimiz mumkin. Shunaqa. Halol nasiya savdo bor. Halol nasiya savdosi bor, xuddi shunaqa. Bu eng yoqqan tarafi bu mashinalar menga 2lik turbina motor, dizay bo'ladiki. Bunda xolodilnik bor. O'zimizda yoz ham juda ham issiq bo'ladi, xabaringiz bor. Shunga bunda Abduf Abagrev sezeniya bor, besprovod zaryadka. Yana plus tomoni oilaviy tog'ga chiqadigan bo'lsangiz, o'sha orqa tomonda 220 tog orqali televizor biron nimani ulab qo'ysangiz ham bo'ladi. Rozetka bor 226. Xo'p, keyin tog'da ko'p yuradiganlar yoki uyi tog'li tomon ko'p bo'lganlar bo'lsa agar, bu juda zo'r mashina, chunki bundan oldin biz bir oy oldin obzorni qilgandik. Tepalikka bir xil chiqib ketgandi. 4x4 rejimi bor buni. Oldinlarni qarang. Polni LED faralar mana yonib turadi atrofi. Faralarni ko'rib turgan bo'lsak, bizga mana gelikni eslatib yuboradi. Oldida gelik silla qilingan, orqasini Range Rover silla qilingan. Lekin mashinani tagi juda baland. Mana shu aynan shu tog'li joylarga yurishga mo'ljallangan mashina bu. Xo'p, qaysi tomondan boramiz? Bu tomondan kelaylik. Mana yon tomoni mashinamizda. Bu paroglar zavodskoy bo'ladi, shunaqami? Zavodskoy o'zida bo'ladi, ha. Parogga o'zi bemalol chiqib ko'rsagan bo'ladi, hech narsa qilmaydi bu. 300 kilogacha ko'taradi. Shuningdek, bu tomonda ham beskocha do'st bor. Diskalarimiz nechchilik? Diskamiz 18 lik yumshoq balon. Bunda ham 540 gradus kamerasi bor. 540. Biz oyog'imizda ana balonning yonidagi narsani ham ko'rishimiz mumkin. Shunaqaki. Kamera mana bu yerda bor. Horozning chiroqlari joylashgan. Bakovinkalarimizda. Kechqurun mashinaning oldiga kelganingizda ham o'sha bakoin tagidan bemalol chiroq tushadi. O'sha nimani ko'rish uchun yoshi o'tgan sari misol uchun bir xil zreniyasi pastroq bo'lishi mumkin. Oyoq tagini ko'rishadi. Oyoq tagini ko'rish mumkin-da. Panorama tom bor. Panorama tom mavjud. Shunaqa massaj sejeniya mavjud. O, zo'r-ku. Salonni bitta ko'rsatib o'ramiz. Bu внедорожник bo'lgani bilan salonni ichida juda nima? Komfort tarzda ishlangan, ham shaharga, ham tog'li hududlarga yurishga moslashtirilgan mashina. Mana bular nima uchun? G'anisher. Bu ana turishga nima turishga va tushishga yoshi katta odamlar, qariroq odamlar bo'ladigan bo'lsa yoki bo'yi sal kaltaroq odamlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'shani ushlab tushishga qilingan. Bunisi mana ushlab tog'ga chiqib o'tganda ushlab turasiz-da. Qotgan payti olib ketmas sifatida va barida ko'rib turganingizdek xolodilnik mavjud. Mana bu. Ko'rinishdan kichikroq ko'rinishi mumkin, lekin 1 litrlik o'sha suvdan ichiga taxminan 2-3 ta ketadi. U yog'i chuqur ekan buni. Dalish joyi bor. Zo'r. Buni sabvuferi ham bor-da, mana shu orqasida. Sabvuferi ham bor. Zavodskoy sabvuferi bor buni. Zavodskoy sabvuferi bor. Mana mashinamiz orqasida bo'lsa marhamat. Xo'p. Ko'rib turganingizdek, orqa faralar Range Rover silla qilingan. Bemalol ko'rsa bo'ladi. 4VD, ya'ni o'sha 4 ta полный приводni anglatadi. Orqada ham partoning datchiklari bor.
bunaqa. Yana plus tomoni qo'lingizda bozorligingiz bo'ladigan bo'lsa, kalitingiz yoningizda bo'lsa, Aha. o'sha kalit bilan kelganingizda oyoqda ochiladi orqa bagajni. Yuklanib qo'yib, nima qilsangiz bo'ladi. Bu Kalit o'zingiz Haval emas. Dargo do'stlar. 5 kishilik bu ham. Bu ham 5 kishilikda. Orqasi ham juda katta buni. Bemalol ketaverasiz. Rasxodi qancha buni aytgancha? Rasxodi atigi 8,5 ton. 8,5 litr. 2 litrli turbina motorda lekin, ha? 2 litrli turbina motor. Haydashga ham bog'liq, bir xillar endi ko'proq tezroq haydab yuborishi mumkin, ko'proq ichadi. Qancha gazni qancha ko'p bo'lsangiz, оборот katta bo'lsa, rasxod oshishi mumkin. Bo'ladi. Bularga ham gaz qo'ysak bo'ladimi? Bunga ham gaz qo'ysangiz bo'ladi, albatta. Garantiyadan chiqmagan holda bo'ladi bu ham. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Nomerlarni pastda qoldiraman. Kelasizlar, test drive xizmati bor. Xohlasangiz kelib bemalol salon ichiga o'tirib, mashinani o'zini, masalan, menejerlardan informatsiya olib, barcha ma'lumotlarni bilsangiz bo'ladi. Manzilni yana bir marta aytib o'tamiz. Manzil Haval AD Master Yangariq, yangi zapchast bozori yonida. Bemalol kelib, mashinalarning har bittasini ko'rib, haydab, sinab ko'rsanglar bo'ladi. Halol Nasiya Savdo avtokirit bor do'stlar. Kelib bemalol barcha ma'lumotlarni menejerlarning o'zlaridan bilib olasizlar. Shunday ekan, like bo'lsamiz, qayerdan ko'ryapsizlar, buni ham yozinglar va keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.